Assalomu alaykum. Bizga Gentra mashina olib keldilar. Mashinani aybi mashin motor yomon bo'ldi. Eloqalar ko'rildi. Terbasi ochmayapti. Mana ko'ringlar. Temperatura ko'tarilgan mana. Soat yo'qdi, lekin terbasi ochmayapti. Bu mashinamizda terbasi ishlamayapti. Hop. Avtokar yaqtak. Terbasi ochmayapti. Hozir kamera ko'ryapmiz. 99 gradus. Tashlash kerak edi bu. Sekin tashlayapti. Mashina polni sistemasini yuboramiz buni, keyin termostatlarni ko'ramiz. Hozir pechka yoqilgan, pechkani yoqilgan 4 oborotda. Pechka issiq bermayapti bu ham. Bu Gentrani hozir pechkasini adil qilib qo'yapmiz. Hozir pechkamiz yuryapti. Mana bu ichidan chiqqan narsalari antras nagaryapti buni, ko'rasizlar. Pechka yana narsalar qilib qo'ygan. Hozir apparatga ulangan holatda pechkani issig'ishi ko'ryapmiz. 62,5 bo'ldi. 63. Yana ko'tariladi bu. Pechka qizdirgan ekan. Xudo xohlasa bilan kelgan paytlari bu 45 gradus atrofida turgandi. Mashina o'ragan holatda buni ham xudo xohlasa mashinaga o'rab tekshiramiz. Gentra mashinani pechkasini yubordik. Hozir mana poli blok qismi bilan pechkaga adil yubordik. Hozir radiator blok bo'lyapti. Ichidan chiqqan masalan ko'rsatish mumkin. Bu adil mana masalan. Radiatorga blokka tiqib qo'ygan masalan. Ana turib nagryapti mana. Bu pechkadan chiqqan masalan bular. Televizorda ko'ryapmiz. Hamma joyni xudosi aylanayapti. Bloklar bilan. Boshqalar bilan hammasi aylanayapti. Pol reduktorlar bilan aylanayapti. Xudo xolasa mashina ishlab beradi. Mutatsiyalar vaqtida ishlagan qilib beramiz. Xudo xolasa qo'ylangancha harakat qilib, aslida mashina zo'rishlik bo'ladi. Xizmat ishlaydigan bo'ladi. Pechkalari ham yaxshi ishlaydi. Kichikkunga tog'amiz mazza qo'yadi mashunda. Gentra mashinamiz hozir musor chiqib davom etyapti. Bu 3-marta chiqqan motorlar. Ko'ringlar, nimalar chiqyapti shundan. Antifrost shunchalik nariga yo'qdi. Mana 2 marta beqqa usullarni bo'sh tashladik. Ko'rsam mumkin. 3-marta. Xudo xolasa, tayyor bo'ldi mashina. Antifrostga ham musul yig'adi. Mashina 22. Mana shunaqangi maxsus apparatda yuboramiz. O'zimiz zavodskiy apparati. Samodelniy apparat emas, zavodskiy apparat bu. Impulsli apparat deydi. Shunaqa apparat. Mana shunaqangi maxsus apparatda ishlarimizni o'tkazamiz. Kelarasizlar, xizmat bo'yicha. Mana xudo xolasa Gentra mashina tayyor bo'ldi. Pechka. Pechka qilamiz. Hozir yana 57 gradus past 60 gradus qizyapti. Mashina ola. Mana ini qizib kelyapti. Xudo xolasa mashina tayyor bo'ldi.